Xonimlar va janoblar, biz yangi paydo bo'lgan embrionning ichidan efirga chiqyapmiz va hozir ota-onadan o'tadigan genlarni tanlab olishimiz kerak. Va biz intellektdan boshlaymiz. Men onaning xromosomasindanman va yuqori intellekt geniman. Juda o'tkir va yorqin uchqunman. Yaxshi, biz sizni tushundik va bu tomonda Men odam xromosomasidan vakil keldim. Deyarli o'rtacha intellekt geniman. yo xudo o'zing qo'llagin. Xo'sh, siz qoidalarni yaxshi bilasiz. Sizda faqat bitta imkoniyat bor. Bitta o'yin g'olib dominant, mag'lub esa retsessiv bo'ladi. Tushunarli. Savolni qaytara olasizmi? Afsuski yo'q. Qani yaqinroq keling. 1, 2, 3 tosh, qog'oz, qaychi. Ohoho, g'alaba onadan o'tadigan genga nasib qildi va hozircha tug'iladigan bola aqlli bo'ladi. Endi biz tashqi ko'rinishga va go'zallikka murojaat qilamiz. Ona xromosomasidanman, ideal tashqi ko'rinish genlarini ifodalayman, boshdan oyoq toza latofat. Yaxshi, biz tushundik. Ota tomondan-chi? O'rtacha ko'rinish desa ham bo'laveradi. Tushunarli, juda yaxshi. Hamma tayyor bo'lsa, 1, 2, 3 tosh, qog'oz, qaychi. Bum! Yana bir bor aqlli va chiroyli bo'lajak farzand onalik genini qo'lga kiritdi. Keling, sog'liq masalasi nimalar bo'lishini ko'rib chiqaylik. Men ona xromosomasidan sog'liqqa javob beraman. Doimiy